Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalining ko'ruvchilari. Baringizlarga qutman tang. Bugun 31-may. Sizlar bilan aqchalmashtirib bolalar bilan tanishib o'tamiz. Like bosib qo'yingizlar. Jana bizga qatalganini unutmangiz. Yaxshi janalik bilan boshlaymiz. Rubl qayra ko'tarila boshladi. Dollar esa tushib boshladi. Dollar 81,5, rubl bo'lsa 120. Bu Kompanion bankda. Finca Bank, Doskredo Bank, dollar 81,5, rubl bo'lsa 118. Eko Islamic Bank, dollar 82, rubl 118. Bank Aziya, rubl qimmatga mo'ljallanadi. Bakay Bank, Baytushun banki, dollar 81, rubl 118. Kırgızistan bankda dollar 81,5, rubl bo'lsa 120. Kanalga qatalib, videoga like bosib qo'yingizlar, jana kommentar yozishni unutmangiz. Assalomu alaykum.